O'rtoqlar, buni asalligini ko'ryapsizlarmi? Iftor dasturxoningizga shunaqa narezkalar qilib, yaqinlaringizlarni lol qoldirishni xohlayapsizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'rganib olasizlar. Biz bismillah deb ishlarimizni boshlaymiz. Apelsinni kesishdan boshlaymiz. Endi esa greypfrut. Greypfrutni ichiga po'stlarini joylaymiz. Tayyor bo'lgan mevani ichiga chiroyli qilib joylaymiz. Endi esa ananasga. Hop, endi navbat anorga. Hop, endi navbat olmaga. Endi esa noklarimizni kesib olamiz. Masma. Endi esa drakonlarimizni kesamiz. Juda ham oson usulda ko'rib olinglar. Drakonimizga qoshig'imizni chetiga kirgizib, silliqqina qilib graylantiramiz va ichidan olamiz. Endi esa to'g'raymiz. Va mana shunaqangi chiroyli go'zallik tayyor bo'ladi. Navbat kivilarimizga. Greypfrutni shunchaki ikkiga bo'lib, uprasheniya maqsadida ham foydalanamiz. Endi navbat mangoga. Mangoni o'rtada danaga bo'ladi, o'rtadan sal qochirib kesamiz. Bu yog'ini ham xuddi shu holat. Mangoyimizni eng oson kesish usullaridan pichoqni oxirigacha olib bormaymiz. Bismillah. Hop, bananlarimizni lola usulida kesib olamiz. Ishimiz ham oxirlab qoldi. Endi esa mandarinlarimizni bezatish maqsadida ham qo'yib chiqamiz. Ishimiz oxirida miyatalarimiz bilan chiroyli qilib yasatib olamiz.